Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xo'sh, antikvar mashinalardan bittasi. Nima unadi deyapsizlar desanglar, bu mashinalar chiqmay qo'ygan. 2023-yili juda kam bu mashinani. Xo'sh, 2023-yilda ishlab chiqarilgan, kraskalari top-toza. 4 diskalari qo'yilgan, balonlar yangi holatda turibdi, yangi qo'yib qo'yishibdi. Mashina polni shumka bo'lgan. Patolog pol, xullas hamma yo'g'i shumka bo'lgan mashinani. Turishini qaranglar, buni holatini. Chexolni eng qimmat yaxshisidan qo'yib qo'ygan, Spark rasa yarashgan, mana chexolni qaranglar. Stage gazlarigacha bor, propan gazlari. Mashinaning yurgan masofasi atiga 15 ming. 15 ming yurgan. Xo'sh, qirilgan, chizilgan, miyatina umuman unaqa joylari yo'q. Bir nohotdek kraska ko'chgan joyi ham yo'q mashinani. Hamma yo'g'i zo'r turibdi. Yurish-turishlari mashinani endi yangi mashina. Bu mashina bilasizlar, hozir kam bozorda ham 2023-yili kam. Bu mashinamizning narxi $9200. Ozmoz sunnatiga o'tish beradi egalari. Telefon qilib bemalol savdo qilishingiz mumkin.